bo'pti. Mushu bo'yicha qilamdi qamsa. Kiring. Yaxshimisiz bo'lim boshlig'i. Maoshni qachon beray deb kelgandim. Oysi qilan parangiz vatqinimni ko'mdingizmi? Satoldi shu bek pul lozim bo'lib qolib, bo'lmasmanmi? Hay siz gap tushunmamsiz? Suylayveramiz gap bu pulni. Chiqing deganga chiqing. Adila. Qanday pozitsiya bu? Nimshib ketdi? Voy boshliq shu bu yoq bizning shirkatda oldingi yil ishlaganda. Shu moliya bo'limininki oldirashib qilib maoshni hisoblab bulamga o'xshaydi. Suylab kelaverdi shu. Mushkemga hisoblab bo'lmagan qanday hisobotgan o? O'zingiz bilasiz moliya bo'limimi oldirashib bo'lgankim hisoblab bulamga o'xshaydi. Qamlashmagan. Bu yoqqa oson emas. Bir yilgacha so'zlikda ish bormi? Derhal moliya bo'limiga berib, bu yoqning hisobotini o'zib bering. Bunda bo'layotgan shirkatning obrazi yaxshi emas ekan. Tushundingizmi? Tushundim. Siz chiqib ishxonamni saqlab turing, hozir chiqaman. Bo'ldi. Rahmat sizga. Hay, sizning ko'zingiz ko'mamda. Nim qilganingiz boya, boshliq boyada. Shu men qasam qilgandim, menga jiddiy pul lozim bo'lib qoldi. Shuning kelgan. Qarang, mening oldimda tul yasalmalik qilmangda. Men-chu qarang, sizdagi damdan behchiq ko'ygan. Qo'l yasalmalik qilmay qarang. Chiqing. Adila, Voy, boshliq. men ishni hal qilin desam, shunday hal qilamsiz? Unutib qolmang ukam. Boshqalarni hurmat qilish bilmagan odamni mana shirkatda ishlash salohiyatimi bo'lmaydi? Qamlashmagan. Ukam, men bilan birga chiqib maoshingizni hazırlaylik. Rahmat aytmang. Amaliyotda biz shirkatdagilar sizga rahmat aytsak bo'ldi, sizdan kechirim so'rasak bo'ldi. Kichkina bir savarliklar tufayli sizni tanqislikka qo'yibdik. Yuring.